Мен қыммаған өзгеге havas. Tutqan men Rus yolni әгріне әмәс. Kəsbimge iştiyak qalbimde pəvəz. Tibabət söygüsü ətkəs min emas. Avayı havasdin men hər an pəxəs. Cahanda çin tevib həkim bulmaq təs. Tənlərinin saqlıqı tevib təridin. Ruhlarının paklıqı onun bəhridin. Kəskim vətənnin meyli nəridin. O əmlər ağrıqni keçib həmmedin. Lekin yok tamasi taxt pəridin. Cahanda çin tevib həkim bulmaq təs. Tevib o çıqışqaq xuşxuy mulayim. Boşumaz qolları tomurdin daim. Diskim ağrıydı palan əzayim. Deydi o bununla badur amalim. O boğaç keseldin yemeyimiz vayim. Şu sebep çin tevib həkim bulmaq təs. O natık sözleri şunçilik ravan. Yetekler şagirdni açsun dep davan. Sağlamlık yolu da izdinar hamın. Tileydu bosu dep cimi el aman. Kılmaz hiç bimarının çehrini saman. Cahanda çin tevib həkim bulmaq təs. Ateşte köyer o kəsb işiğa. Aqıllık zireklik hemrah beşiğa. Yügreydu her kaçan bimar keşiğa. Köp halda çol tekmez ıssık eşiğa. Bir ömür yetmeydu aram yeşiğa. Cahanda çin tevib həkim bulmaq təs. O bekmu yetidu kişi halığa. Sağtılık kılmaydu zımat darığa. Yetilgeç kesipte pişip vayığa. Qanaat kılıdu koldu barığa. Ezeldin rayı yok riş ve parığa. Dep daim çin tevib həkim bulmaq təs. Bilmisi bulmaydu tibbi mizanni. Oqışı kerektur tibbi məxzənni. Aksaray el kanun eskir əzəmni. Mizan özüge tibbi erdemni. Ötküzer ihtiyat içre her demni. Ögenmey çin tevib həkim bulmaq təs. Məxzəndə xandara 900 xıldur. Bulanı takammul tonumaq sırdur. Badında pişqi 3000 turdur. Həmmini bilgənlə kəsbdi pirdur. Bilmegen tevibla yalğancı qıldur. Təz desə həmmidin tevib bulmaq təs. Kelidu aram gün bayram qutuftaş. Tevibnin bayrimi zımatlaş ordaş. İş şu bimarının dərdini anlaş. Oy fikri avamның saqlıqın saqlaş. Xuşluqi şadlıqi şudur hey adaş. Cahanda çin tevib həkim bulmaq təs. Qaraşlık karaba onun beşiğa. Yügreydu darağa bimar peşiğa. Vakti hiç yetmeydu öyünün işiğa. Köz sanmaz özgünün yegen işiğa. Əmlər o ağrıqның iç hem teşiğa. Cahanda çin tevib həkim bulmaq təs. Uyghur tibabət tarixida xatırlanışça, G'azboy milodidan burungi 4-asrda Tarim vodisidagi qadimiy Xotan diyorida yashab o'tgan dangliq Uyg'ur tibabət olimi. O ömürdə ajdodlarimizning 4-asrdan buyongi tibabət natijalarini yakunlab, o'zining uzun yillik amaliy tibabət tajribalari asosida 4 modda ta'limotini xotirlagan. Hem qadimiy Xotan rayoni ve Tarim vodisining tog'daryolarini kezib, Badiyon, Sana, Qalampur, Zamcha, tuz qatorliq o'simlik, mineral modda ve hayvonot turidagi 312 xil xam dorilarning ismlari, ekologiyalik holati, ta'mi, roli, unumi ve davolashga doir bilimlarni xotirlab, G'azboy o't-cho'plar dori qomusi nomli kitobini shu davrdagi qadimiy Xotan yeziqi Qarushti yeziqi bilan tamomlagan. Bu kitapның namı yurt-yurtlarga tarqalib, ayni vaqtdagi qadimki Yunon tibobat ustozi Shibikratga yetgan. 4 asrdan buyon
Yunan padişahı bu qimmatlik doğru qamusiga erishish uchun Xotan diyoriga maxsus elchi avatgan. Ular ming bir mushaqqatda G'azbayni topgan. Yunan padişahı maktubida G'azbay o'tcho'klar doğru qamusi uchun Xotan rayoniga tibobat ilm ma'rifat sarayi Oqsaroyni sepib berishgan. Kitobining tarjima xizmatlari uchun G'azbayning o'g'li Bariyning kelishini, uningga Yunan malikasini yotliq qildiganligiga va'da bergan. Hamda tibobat ilmi jihatda o'zaro zish aloqa bog'lashni umid qilgan. Bugunga qadar G'azbayning yurti Xotan diyori Uyg'ur tibobatining muhim makonlaridan biri. Xotanning Qarqash noyisida Oqsaroy nomi bilan atalgan yezisi hozirgacha saqlanib kelmoqda. Uyg'ur tibobatining asosini sog'uvchi G'azbay 120 yillik umrda keyingilar uchun qimmatli tibobat mirosini qoldirib, Uyg'ur tibobat tarixida mangulik obida bo'ldi. Tamoqni foyda qilg'idek yegin, ko'p yemagin. Aqlli qadrdon kishi menga mundaq degan edi. Ko'p yeguvchilarning tomoqi dard bo'ladi. Tomoqi dard bo'lgan kishi doim kasalchan bo'ladi. Kasal goldin kiradi, gelingni saqla. Yemek içmekni azm qilarlik darajada az yegin. Kasalga giribtor bo'lsa, kishi darhol zaiflashadi. Uni davolamasa o'lim yugrab keladi. Tevib hakim bak yaxshi aytgan. Hekimning so'zini yomon deydigan kim bor? Kasallik o'limning dastlabki xabarchisidir. Kishi kasal bo'ldimi, demak o'lim yenida bo'ladi. Kasal balo va javr jafodir. O'lim vasvasasidir. Ölümde lezzet yok, onun bo'lmagani yaxshi. Men degan odam bolasi issiq sovuqni bilishi, ajrt olish kerak. Mizajni bilib, ondan loyiqini yeyish kerak. Mizajga yarashmaydiganni yemay qo'yish kerak. Issiqning ochsa, darhol sovuqlik yegin. Sovuqlik eshib ketsa, issiqlik qil. Yigit yeshidi bo'lsang, fasil bahor bo'lsa, sovuqlik qil, qeningni ravon qiladi. Yeshin 40'ga yetib kuz vaqti bo'lsa, issiqlik narsalar bilan tavingni tuzat. Yeshin 60 bo'lib qish vaqti bo'lsa, issiqlik bilan shug'ullangin, sovuqlikni hamroh qilma. Mizojing qurg'oqlashib, sovuqing oshgan bo'lsa, issiq va ho'l narsalarni hozirla. U ikkisi uni to'sadi. Ho'l sovuqlik eshib sana ziyon keltirsa, uni issiq quruq narsalar bilan yondir. Mizajing soğuk bo'lsa, issiqlikni kuchaytgin. Issiq bo'lsa, soğuk narsalarni yeb ichib tur. Agar mizajing bir xil mo'tadil bo'lsa, issiqlik bilan sovuqlikni aralashtirib iste'mol qil. Mizajingni ana shu usulda to'g'ri bayqag'in. Hayoting eson va xotirjam o'tadi. Teviblar nima deydi? Ularning so'zini angla. Buning ma'nosini tushunib yasha. Men sening mizajingni izohlab beray. Bu qizil, seriq, oq yoki qora bo'ladi. Bularning biri yana biriga dushman. Dushman dushmanga yaqinlashsa, dushman ayriladi. Mizajni mo'tadil tutish uchun kishi aqlli bo'lishi kerak. Mizajga nima loyiq kelsa, shuni yeyish kerak. Odamni hayvondan ayiradigan farq shuki, mizajga yarasha yeyish kerak, ey o'g'il. Mo'ysipit oqsoqollar nima deydi, angla. Buni tushunib angli qilqanma. Kishi 40 yil yashab o'z mizojini bilmasa, nima desa desin, u tamoman hayvondir. Sinab ko'rib bilim o'rganmagan kishini odam qatorida sanashqa bo'lmaydi, ey muloyim. Beshidan ko'p ish kechirib yurish turishini tuzatmasa, undaq kishini hayvon desa to'g'ri so'z degan bo'ladi. Davrallarni kechib kishi dono bo'lmasa, uni odam deb atamay, hayvon deyish kerak. Qarab baqsa, teviblar yaxshi aytgan. Kishi tomoqni qancha oz yesa, shuncha sog'lom va xushal yashaydi. Esallikni tilasang, kasalsiz bo'l. Oz nomliq dorni yegin, saq yashag'in, ey bagzoda. Halovati uzun xotirjamlikni tilasang, til nomliq go'shtni yegin, saq yasha, ey zot.